Assalomu alaykum hammaga. Suarez S07 ga xo'p, antiralar qo'yib berdik. Kalit ochisiga qo'yib berganmiz, aksessuarga emas. O'tagandan keyin ishlaydi. Ishga tushdi. Tagiga podushka bilan qo'yib qo'ydik. Tepasiga magnit bilan qilib bo'lgan, shuni olsa bo'ladi. Ama ancha komfort ekan. Tortishlari ham zo'r deyishyapti. 6 ta dedingizmi? Rasotini 6 ta dedingizmi? Rasotlari ham ancha kam ekan. GPS ulandi. 6 ta ekan. Ulanishi, xo'p. OBD2 dan 4-5 dan massa olindi. Bu 1 litrdan kalit ochisiga qidirib qo'yib ulandi. Yonini ochib turib, chekkadan bilinmaydigan qilib olib o'tib berdik. Xudo xolasa chetga ishlayapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol avtoelektrik 12 motorga bemalol kelaverasizlar.